Ushbu loyiha Asakabank Andijon BXM hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Ma'murobod MFida 36-konturda bir kontur bir maqsad tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka mahsuloti ekilgan. Yer maydoni 10 gektardan iborat. Uzunligi 500 metr. Uzunligi 500 metr. Eni 200 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda, sug'orish hamda mineral o'tlar berish ishlari amalga oshirilmoqda. Yetishtirish 98 kun davomida amalga oshiriladi. Ushbu loyihaga 73 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 15 sotixdan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Lider Bolajon Bilimjon Agro korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 18 tonna jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga yuqori daromadli ekin turini ekish yer egalarining daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.